Boshladik. Bu ikkinchi video. Boshlab ko'ramiz. Bu safar aytdim, zombi zonaga borib, zombilarni o'ldirib ko'ramiz dedik. Undan oldin Mas'ud tash o'yinini olaylik. Tashlasanglar, shunga ham pul beradi. Haqiqiy pulmas, seni o'yinni pulidan beradi. Shu mana chetiga tegib ketib qolsa, bo'lmaydi. Ha, pul berdi. Men sizlarga o'ynaylik, zombi zonaga boramiz. Birinchi uyga boramiz. Bu qiyinmi deyman? Mana kim bilasan? Salgina qo'yma. Chizig'da mashq chizig'dan tepaga chiqish kerak emas-da. Karochi zombi zonaga boraylik. So'g'in askarlar anosiga zonasiga boramiz. Ya'ni soldatlar shu. Mana 3 ta nimaga deyishlaring mumkin. Mana shu, hozir biz ana shu zonaga kiramiz, zo'r zona. Bu kichkina zombilar bo'ladi-da, aynan shu zonada. Bunisida esa katta, bunisida mana shunda katta robot bo'ladi. Uni o'ldirish kerak, bu yoqmaydi. To'g'ridagi eshik bo'lsa, o'yindan chiqishda, ya'ni bu o'yindan emas, zombi zonadan chiqishda tashqariga chiqish. Hozir biz esa mana shu zonaga kiramiz. Ketdik. Boshladik. Bizga bu ketmasdan olmaslik. Uy. Bo'lmas. Ibi qo'y. Sal qo'ydi hozir. Nima bo'ldi? Tur. Yana xavfli. Mana buni olsa. Nimadir avtomatlar hech qaysi otilmaydi. Bu otilyapti. Ha, pistiga otilyapti. Bilmasmi qala otilyapti, lekin mana bu otilmaydi. Buni chunki utasida boshqarish kerak-ku buni. Pistiga otiladi. Adashlar to'g'ridan. Lekin aniq granata tashlab bo'lmaydi. Men ikkinchiga. Pistiklar endi. Karochi mana bu.